Dunyodagi eng ulug' 10 cho'ng formula. Siz dunyodagi eng ulug' 10 cho'ng formulaning qaysi ekanligini bilamsiz? Bu mashhur matematik formulalari, matematik olimlari va fizik olimlarining aql parasining javharlari sifatida ulug' insoniyat madaniyatini namoyon qilgan. Matematik formula turmushning har qaysi taraflarida qo'llanildi. Bu formulalar ichida sizga tunishib bo'lgan, birga birni qo'shsa 2 bo'ldi degandek, hatto siz anglab boqmagan nurg'un bilimlar yoshiringan. 10-chambarning aylanma uzunlikda ishlatiladigan chambar turaqligi formulasi. Bu formulani qadimkilar kashf qilgan bo'lib, navbatda insonlar chambar turaqliqni 206 milliard 100 million xonagacha hisoblab chiqqan. Amaliy turmushda insonlar faqat chambar turaqliqning 10 necha xonasigacha ishlatalaydi. 9-Fourier almashtirishi. Bu formulaning ijodchisi Baptist Yusuf Fourier bo'lib, bu formula insoniyat tarixida intayin muhim rol o'ynaydi. Oddiy qilib aytganda, agar Fourier bu formulani tadqiq qilmagan bo'lsa, turmushimizda kompyuter mavjud bo'lmagan bo'ladi. Balkim bu chog'da sizning qo'lingizda apchel yon telefon emas, balki bir qalin kitob bo'lgan bo'lishi mumkin edi. 8. De Broglie ta'limlash sistemasi. Bu formulani Louis Victor Broglie bayqagan. Bu kishi 1929-yili Nobel fizik mukofotiga erishgan. De Broglie moddaning ham zarrachilik ham to'lqinlik xususiyati bor. Ya'ni odamni o'z ichiga olgan barliq moddalarning hammasi bir xil energiya to'lqini shaklida mavjud deb qaraydi. 7. Birga birni qo'shsa 2 bo'ldi degan tanglik bo'lib, bu formula hammamizga tunishli. Balla bag'chisidan boshlabla buning bilan uchrashib kelyapmiz albatta. 6. Schrödinger tanglimasi. Bu formulani Erwin Schrödinger ijod qilgan. Odatda jismning holatini tasvirlashda qo'llanildi. Ko'p qismi siljish ta'limoti qatorliqlarda qo'llanildi. Lekin kvant mexanikasida fizikalik miqdor funksiyasi orqali tasvirlash bo'lmaydi. Har bir mikrosistema Schrödinger tanglimasiga mos keldi. 5. Aqliy iqtidorlik tanglimi. Bu formulaning ijodchisi Albert Einstein bo'lib, bu tanglama massa bilan energiya o'rtasidagi munosabatni yechib bergan. Buningdan ilgari insonlar massa bilan energiyaning hech qanday munosabati yo'q deb qaragan. Ammo bu xil tanglamani atom bombasidan portlab insoniyat madaniyatining taraqqiyotiga turtki bo'lgan deyishib bo'ldi. 4. Google teoremasi yoki Pifagor teoremasi deb ataldi. Google teoremasini Pifagor ijod qilgan. Google teoremasi ko'pchilikka notanish emas. Navbatda uni isbotlaydigan 400 necha xil usul bayqalgan. Shundaqla Google teoremasi matematikada chuqur o'rganadigan teoremalarning biri ekanligini hammamiz bilamiz. 3. Newtonning 2 qonuni. Newtonning 2 qonuni klassik fizikining yadrosi. Newtonning 2 qonunining bayqalishi fizikdagi haqiqiy tadqiqotning rasmiy boshlanganligidan darak berdi. Agar Newton bo'lmagan bo'lsa, balki hozirgi fizik tarixi, ya'ni necha yuz yil keyinga chekingan bo'ladi. 2. Euler formulasi. Bu formulani Leonhard Euler bayqagan. Amaliyotda yakka bir formula emas, balki matematikaning har qaysi tarmoqlarida keng qo'llanilgan bo'lib, Fransiya matematik olimi Laplace ilgari Euler barliq kishilarning ustozi deb ta'riflagan. Buningdan Euler formulasining matematikaga bo'lgan tadqiqotining naqadar muhimligini ko'rib olgan bo'ldi. 1. Maxwell tanglamlash sistemasi. Barpo qiluvchi James Clerk Maxwell bo'lib, elektromagnit bilan magnit maydonini birlashtirib, mukammal elektromagnit maydonini shakllantirib, elektromagnit maydoni nazariyasini barpo qilgan. Bu tanglama differensial integral sohasida muhim o'rin turdi. Bu 10 cho'ng tanglamaning ta'sir kuchi alohida Nobel bo'lib, boshqalarga o'xshamaydi. Yuqoriqilar dal 10 cho'ng formula bo'lib, bu formula fizika, matematika qatorliq sohalarda keng qo'llanildi. Bu 10 cho'ng formula insonlarning eng yuqori aql parosati sifatida insoniyat madaniyatining taraqqiy qilishining ul teshi ishkaligiga simovoq qilinib, insonlarning taraqqiyot musobaqasini zo'r darajada ilgari surgan.